Qadrdonlar barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek sizlarga Tunuka haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Hozir biz Farg'ona viloyati Quva tumaniga yetib kelganmiz. Bu xonadonni to'liqligicha Tunuka qilib berdik. Bugun 21-iyun 2025-yilda olinayotgan video bu. Hozirgi kunda Tunuka 1 kvadrat metri Tunukani rasxodiga hisoblaganda barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan vodiy bo'ylab qilib berilmoqda. Agar vodiydan tashqari viloyatdan bo'lsangiz 150 ming so'mdan barcha xarajati ichida siz xohlagan fasonda va siz xohlagan dizaynda Andijon Tunuka jamoasi buyurtma qilsangiz xonadoningizni chiroyli qilib Tunuka qilib beradi. Videoda oxirigacha ko'rsangiz mana shu xonadonimizga qancha kvadrat Tunuka sarf qildik va necha puldan qilib berdik, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Bo'lmasam biz video roligimizni boshladik qadrdonlar. Agar videomiz yoqsa, qilgan ishimiz yoqsa, bitta like bosib, uyni qurilish qilayotgan tanishingizga aynan mana shu videoda yuborib qo'ying. Bo'lmasam biz boshladik. Xo'p, qadrdonlar, bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ko'cha shapkasi, Kazirokni tagi va ikkala ustunini ko'rib turmoqdasiz. Biz aynan mana shu xonadonimizni Kazirokni tagi, ko'cha shapkalar aylanasiga yonbosh qismi ham bo'lgan va mana bu ikkala ustunini ham Tunuka qilib berdi. Undan tashqari darvozaxonamiz, ichkari shapkalarimiz ham bor. U tomonga o'tib ham tushuntirib o'taman. Kazirogimizni tagiga mana bunaqa yangicha ko'rinishga ega bo'lgan rombigimizdan qo'yib berganmiz. Hurmatli obunachilar, bu alohida hisoblanmaydi. Tunuka ichiga kirib ketadi. Xo'p, qoshlarimizga mana bunaqa kobra fason qilib berganmiz. Qovurg'asi 36 sm dan bo'ladi, lentasi 4 sm bo'ladi. Shessigrani karnizlarimizdan qo'yib, karnizni lentasini orasiga tilla rangli rentaramizni ham o'rnatib berdik. Aytib o'tganimdek, aynan siz ko'rib turgan mana shu Tunuka mahsuloti. Ya'ni mana bu ustunni ham alikafon stilida mana shunaqa go'zal holatda Tunuka qilib o'rab berdik. Bu xonadonimizga jami bo'lib Tunukani rasxodiga hisoblaganda 190 kvadratga yaqin Tunuka rasxod qildik, hurmatli obunachilar. 190 kvadratdan tashqari mana bu darvozaxonamizni o'rtasiga mana bunaqa lyustramizdan ilib berganmiz. Kosmos lustra. Bu hozirda juda ham trendga aylanmoqda. Oddiy lampochka ilgandan ko'ra o'ziga o'xshagan mana shunaqa Tunuka mos lustra ilsangiz, xudo xohlasa darvozaxonangiz bo'lib chiqadi, ya'ni zo'r holatda bo'lib chiqadi. Bu darvozaxonamizni o'ta ham pastga tushirmaslik uchun chekalarini 3D ko'rinishda, pianino ko'rinishda qilib bitkazib berdik, hurmatli obunachilar. Shunda xuddi hovuzga o'xshab turadi, lekin pastga tushib ketmaydi. Agar bu yerga hovuz qilib berganimizda edi, mana bu romdan ancha Tunuka pastlab ketardi va uyni xunuk qilib qo'yardi. Endi do'stlar, ichkari shapkaga nazar tashlaydigan bo'lsak, ichkari shapkamizning peshonasi nima uchun bunaqa katta bo'lib ketdi degan savol bo'ladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, bu yerda to'sinimiz uyni ichidan chiqqan edi, shuning uchun peshonasini katta qilishga majbur bo'ldi. Shunda ham xudo xohlasa uyimizga ko'rk berib turibdi, juda ham zo'r holatda bo'lib turmoqda, hurmatli obunachilar. Mana bu shapkamizni standartni peshona qilib berganmiz, ya'ni 15 sm peshona qilib berganmiz. Bu yerda mana bu yerlarimiz ham Tunuka fonda berganmiz, mana bu yerlari ham Tunuka fon bo'lgan va mana bu joylari ham polnisi ulanib ketgan, hurmatli obunachilar. Aytib o'tganimdek, bu xonadonimizga jami bo'lib Tunukani rasxodiga hisoblaganda 190 kvadrat yaqin Tunuka ishlatdik va undan tashqari mana bu kosmosini qo'yib berdik. Shunda xonadon egasiga Tunuka kosmosi barcha xarajati ichida 27 million 650 ming so'mga bitta, hurmatli obunachilar. Tunuka 1 kvadrat metri 135 ming so'mdan to'g'ri keldi barcha xarajat ichida. Kosmosimizni esa 2 million so'mga olib kelib o'zimiz ustanovka qilib berdik. Bu kosmosni alohida agar sotib olmoqchi bo'lsangiz ham bemalol ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Alohida mana bu kosmosimizni ham sotamiz, hurmatli obunachilar. Birinchi qo'l, xudo xohlasa arzon qilib beramiz. Uyingizni Tunuka qilib bo'lgan bo'lsangiz ham kosmosni olib kelib o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Darvozaxonangizning figurasi yana o'zgarib, yana chiroyli bo'lib ketadi. Aytib o'tganimdek, mana bu joylari polnisi kvadrat ichiga kirib ketadi. Mana bu do'ppichalar ham kvadratga hisoblanadi. 100 ta do'ppisi 1 kvadrat bo'ladi. Siz bizdan 100 ta do'ppini o'rnatishlari bilan birgalikda kliylari ham yo'q ichida bor yo'g'i 140 ming so'mga sotib olasiz. Biz buni donaga hisoblamaymiz, buni kvadratga hisoblanamiz. Hattoki mana bu shaxmatni orasiga qo'yiladigan mayda detalli lentalarni ham, tunukalarni ham kvadratga hisoblaymiz. Bilasizlar do'stlar, Tunuka fonda Tunuka kvadratga hisoblanadi. Tunukani kvadrati joriy kvadratiga emas. Joriy kvadrati o'rtacha 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, siz tanlagan fasonga qarab 100 kvadrat joyizga 70 kvadrat, 60 kvadrat, 50 kvadrat, hattoki 100 kvadrat Tunuka
ishlatish ham mumkin bo'ladi. Ya'ni 100 kvadratgacha qo'shilib ketishi mumkin. 2 barobar bo'lib ham ketadi. Bu qachon 2 barobar bo'lib ketadi? Qachonki siz mana bunaqa 3D fason tanlasangiz, pianino ko'rinishda qilsangiz, fasonini ko'proq haligi nima desam bo'ladi sizlarga, figuralarni ko'paytirib yuboradigan bo'lsangiz, 2 ga bo'lib qanaqadir fasonlar qilsangiz, shunda kvadrat ko'payib ketadi. Agar oddiyroq, soddaroq, skromniyroq fasondan foydalansangiz, unda u darajada tunuka fonni kvadrati ko'payib ketmaydi, hurmatli obunachilar. Shuning uchun sizlarga maslahat bergan bo'lar edim. Tunuka fon fason tanlaganda iloji boricha современный, skromniy, modadan qolmaydigan fason tanlashda. Eng asosiysi uyga yarashishi kerak tunuka fon. Aynan mana shu xonadonimizni polniy plastiklari bor edi. Plastiklarni sug'urib tashladik. Xudo xohlasa tunuka fondan keyin bu xonadonimiz go'zal holatda bo'lib chiqdi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot berishga harakat qildim. Albatta siz ham xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Inshaalloh zakaz qilsangiz xonadoningizni zo'r holatda qilib bitirib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringlar markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.